Assalomu alaykum qarindoshlar. Postmandan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 4-chi sinf darsimiz. Bu sinf darsimizda biz collection, ya'ni to'plam, iltimos to'plamlarini tafsiliy to'xtalamiz. Oldingi sinf darsimizda biz tunji qitim API iltimos yo'llashni o'rgangan. Bu sinf darsimizda shuning davomi bo'lgan. Shu bir qanchilgan API iltimosini qanday bir yak to'plab, to'plam shakllantirilgan to'plam to'g'risida so'zlaymiz. Unda bo'lsa men postmanni ochay. Bu oldingi sinf darsimizda biz qurib qo'ygan avatgan API request, tunji API iltimosi. Hamda bu qismliq darsimizda men aytgandek collection'ni qurishni so'zlaymiz. Oldingi qismliq darsimizda biz qanday iltimos yo'llash, employee degan collection, ya'ni collection degan qanday to'plamdan o'rgangan hamda yana shu new'ni bisib oldingi qismda request iltimosini yo'llagan, bu qismda qanday collection'ni bassak collection'ning ismi. Bu collection'ga qanday bir ism qo'yamiz. Biz to'plam, bu to'plam degan nima deganda biz har qitim biz bir qancha API request yo'llagan chog'da API iltimos bu keyin barbara ko'payib masalan 5, 10, 20 hatto 30 bo'lib ketganda uni biz qanday hammani ma'lum bir munosabatlik mazmundagini bir yerga eklab to'plab qo'yamiz. Ya'ni bu to'plam degan shu iltimoslar to'plami degan gap. Hamma iltimosni o'zimiz xohlagan belgilanikini bir yerga qo'yamiz. Masalan buni men employee dedim-ku oldingi qitimliqda, buni nima deb ism qo'ymadiganda buningga eggs deb ism qo'ysam, masalan eggs deb bir torbat bo'lgan bo'lsa, buning bir biti eggs bo'lgan bo'lsa, ya'ni tuxum degan. Buning qanday bu torbat bu qurmoqchi bo'lgan cho'qim torbatning ismi emas eggs degan. Biz bu yerga qanday collection bir to'plamni shu biz avatmoqchi bo'lgan API iltimosni, bu balkim bir biti bo'lishi mumkin. U cho'ng betning qanday nurg'un tarmoq beti bo'ldi. Shuning tarmoq betining birisining ismi eggs bo'lsa, buningga tafsilotini yozamiz. Bu mandaq deb bizib qo'ysak bo'ldi. Undan keyin authorization, description, mazmuni nima to'g'risida demoqchi-da bu to'plamning. Authorization degan qanday buningga tasdiqlash yoki bunda maxfiy nomer o'rnatish bir qancha nurg'un yaxshi ixtiyorlar bor. Masalan, siz bu to'plamni boshqalarga kirishga xohlagan bir odamga kirgizmay, buningga maxfiy nomer o'rnatib qo'ysangiz yoki belgilik bir check bekitib qo'ysangiz, dalmish authorization bekitsiz. Masalan, buningga API keyni bekitimiz yoki token yoki basic digest degan xohlagan bir maxfiy nomer bekitgandek, bu xuddi nimaga o'xshaydi desanglar, bexatarlik savoliga o'xshab qoldi. Mushuni kirgizsa, undan keyin chiqadi degandek. Masalan, basic authentication'ni tanlasa, masalan, username bilan passwordni belgilab qo'ysangiz, undan keyin qarshi tarafga agar siz deb bersangiz, shu username bilan password deb bermagicha qarshi taraf kirolmaydi. Mushuni to'shqizganda undan keyin kira oladi. Bundan qanday hozir no authorization'ni tanlab qo'y, undan keyin pre request scripts buningga biz kod yozamiz. Buni hozircha qo'yib turib, buni darsning oxirida so'zlayman. Undan keyin test degan bu sinoq. Endi biz avtomatlashtirmoqchi bo'lgan sinoqni dalmish yozamiz. Collection'ning, ya'ni to'plamningki hamda variables biz shu to'plamda ishlatmoqchi bo'lgan o'rtaq o'zgarguvchi miqdor bo'lib qolsa, shu yerga yozib qo'ysak bo'ldi. Masalan, hammasi birinchi page bo'lib qolsa, menga variable qanda page value, key value deb yozib qo'ysak bo'ldi. Hozircha shunda qilib turay. Mana create ni bosamiz. Bizning qanda yangidan eggs degan tuxum deb qanda bir to'plam bo'ldi. Bu to'plamda bir yaxshi yeri biz bu to'plamning nurg'un ixtiyorlari bor. Masalan, bir qancha ixtiyorni desam, bu to'plamda cho'qim nurg'ulgan iltimoslar bo'ladi. Odatda 5-6 yoki ma'lum bir miqdor cho'qim buning bunda bo'ldi deb aniqlik yo'q. Biz bu yerga qanda iltimos quramiz. Buning iltimos qurgandan keyin biz bu to'plamni boshqalar bilan qanday bahramand bo'la olamiz, share qila olamiz, workspace ara. Hamda workspace men tanishtirgan, men personal yoki team boshqa shirkatdagi boshqa a'zolar bilan qanday o'shadan bahramand qila olamiz boshqalarga. Undan keyin run degani biz butun mushada masalan 10 request bo'lib qolsa, 10 request degani 10 iltimos shunda iltimosdan 10 ni yozgan bo'lsak, shu run bilan hammani bir aqlam qanday mang'uz olamiz. Birdan mang'uzgan o'rniga man birini sanni besib, yana birini besib mang'uzgan o'rniga run besib qanday hammani bir aqlam mang'uz olamiz. Undan keyin view in web degani mani bossanglar torbatda ko'rsatib qo'ydi. Odatda sizlar buni a'zo bo'lsanglar, bu xuddilik
ilxat nomeri bilan azab olgan ekan azab bo'lash asallam maqsiz ko'rsanglar bo'ldi undan keyin ma asti ma o'xshash mashqisi qarasanglar mana share collection rename ismini o'zgartiramiz tuxum deganni boshqa edit degan mushining nimsini tahrirlaymiz ichidagi biz masalan description mazmun qatgan yoki variable qatgan deganni undan keyin add request niyadan qanda request mishadan qatamiz undan boshqa folder qatalaymiz bir yaxshi masalan bu qanda alaylik bo'lsak masalan add request degan mushunda qitildi add requestni bosdim mana mishadan requestning ismi iltimosning mushunda qatimiz ham folderning qanda alaylik bo'lsanglar masalan oldin qismda darsda men http methodni o'rgangan get post put delete deganni masalan bir collectionda odatda bir to'plamda get method bo'ladi post method bo'ladi put method bo'ladi har birisiga birdan folder qurib olsak masalan buni qanda get uchun yana birisini post uchun deb arib olsak buni redlashga intayin qulay bo'ladi post uchun hamda mishaga qanda biz yozmoqchi bo'lgan iltimosni mishaga turga arib olamiz bu intayin qulaylik undan boshqa bizning buni yutish uniki workspace'dan elitish ish supsidan eng muhimi yana miyada bir monitor collection deb bir iqtidor bor buning bu bek qulay buningga biz belgilik vaqtda shu iltimosni har qitim yo'llashni vaqt belgilab qo'yamiz masalan har 15 minut 20 minut mana timer bor week timer hour timer week timer masalan soatlab every hour every 2 hours 2 soatda birdan avtomatik yo'llash avtomatik bo'ldi bu undan keyin miyada buni avtomatik qo'l bilan deb ayira olamiz undan keyin environment miyada bu environment qurish muhit qurishni men keyin qismlarda so'zlayman buningga version tag deganni biz o'zimiz hozir current hozircha shundan tanlab qo'ysak bo'ldi biz next step qanda create ni bossak shu monitor qildi 2 soat to'g'rilab qo'ysak har 2 soat biz ichimizdan g'ashti yo'q o'zi avtomatik qanda iltimosni yo'llaydi undan boshqa masalan workspace'ni biz yangi workspace my workspace var biz yangidan qursak bo'ldi bu workspace'ning ismi masalan Uyg'ur IT deb ish supsi shaxsiy deb qo'yib qo'yadi team bo'lgan bo'lsa masalan 5-6 odam birga ishlagan bo'lsa shu teamni qurib boshqalar shu teamga ishlaydi demoqchi shaxsiy qurib qo'ydim summary'ni yozmaylik qo'y create workspace endi buni qarasam mening deyishim yo'q shunami workspace'da ayrim bo'ladi mavjudlan bo'ladi bu agar teamning bo'lsa teamning hammamiz o'rtaq chiqadi bu intayin qulay turga ayirishga intayin qulay masalan biz qaysi workspace ishlatdik deganda my workspace ishlatdik shu asliga qaytib keldi bu yangi darsimiz mushagicha agar tushunmagan nuqtalar bo'lsa so'zlarni asl inkos shaklida qoldirib qo'ysangiz bo'ldi rahmat